Defenders klubi. Bugun bizda 3 xil challenge bo'ladi. Qarochi har bitta boladan 3 ta urinish bo'ladi. Ko'ramiz bugun kim eng zo'ri bo'ladi shu 3 ta shart ichida. Tayyormisizlar? Tayyor. Birinchi charimiz shtrafnoy. Nima birolar ustimdan kulaysan? Ustimdan kuldi-da. Davay, avaz qani bitta ko'rsatib qo'y. Endi ustidan kulishiga yo'l qo'yma, hozir tiyindan kulibdi. Penalti esa. Ha, penaltida qaramasdan uraman. Nima qilmasdan? Qaramasdan. Davay unda. Ay Abdullo. Brabo da putaria, Yog'ingni qarachi, bitta sinib qolib ketmadimi? Haydar, ey, voy. Nima bo'ldi? Tursang. O'tkazib olaman-da. Alexander Alnord Abduqahhorov. Nima bo'lyapti o'zi? Voy, ana tepargansan. Nima edi bu? Qora. Dani karo halo qoldi. Kuchi. Mashinaga demadi. Mana endi penalti shartida bizda hozir. Mana hech kimning uchun gol po'lam yo'q. Bo'lgani bilan ham bitta ikkita penaltida oshib ketish imkoniyati bor, qarochi. Zo'r bo'ladi. Ketdik. Nima vaqtda yeysan? 7 ta. Kimmi? Ma'murimi? Gajini. Sip. Voy. Qarochi, boshimiz tepamizdan son bor, tong chiqadi. O'sha tonglatib ham chiqaraman onasini endi.
Kim yutganini o'zingizlar ko'rdinglar, kim legendaligini o'zingizlar ko'rdinglar. Man. Man davchi. Короче, eng oxirida qolib ketgan shu ayb bo'lib qoldi menimcha. Menimcha. Abdullohmi bilmayman. Abdulloh yutqizdi. Ha, xullas, videoning oxirida shu montajda hal qilib yuboraman, kim yutqizganini. Like buttonga bosib qo'ying.